Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, Agrobank Ota ko'prik filiali tomonidan bugungi kunda Agrobank tomonidan berilayotgan tadbirkorlarga va ajratilayotgan kreditlar to'g'risida ozgina tushunchalar berib o'taman. Agrobank tomonidan bugungi kunda Prezident qaroriga asosan 312-qaroriga asosan farqli 312ga asosan tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, aylanmalarni shakllantirish va dastgohlarni sotib olish uchun 84 oygacha 21%, 6 oydan 24 oy foizgacha 24 oy imtiyoz davri bilan kreditlar ajratilyapti. Ya'ni 100 million so'm shunday sug'urta bilan 100 milliondan yuqorisi garov evaziga 300 million so'mgacha. Undan tashqari mahalla loyihalari, biznesga birinchi ko'mak, birinchi qadam degan kredit dasturlarimiz bor. Mahalla loyihasi asosida kredit turlari, ya'ni 50 million so'mgacha 2 yil imtiyoz davrini 25%, bu ham xuddi shu ko'rinishda, ya'ni ishlab chiqarishni rivojlantirgan, chorvachilikka o'zini o'zi bilan qilgan jismoniy shaxslarga mahalla kesimida ajratiladi.